Buni qurib qolishiga sabab 1 yil vaqt o'tkazgan og'riq qoldiruvchilar bilan, har xil antibiotiklar bilan kerak bo'lsa va bemorning baxtiga yaxshiki, buyragi hali qurib qolmagan va ba'zida buyrakdagi kistalar ham buyrakni qurib qolishiga olib kelishi mumkin. Qanday qilib? Buni oldini olish uchun, buyragim qurib qolishini oldini olish uchun nima qilishim kerak degan savolga albatta qachonki isitma bersa, qachonki juda kuchli og'riq bo'lsa, albatta ikkinchi buyragi bilan hayotini davom etkazishi mumkin bo'ladi. Atigi o'zi bir dona qolgan buyrakni vaqtida ehtiyotini qilmasa, bemorni hayotiga jiddiy xavf soladigan kasalliklarga olib kelib qo'yishligi mumkin. Lekin o'sma shunaqangi xavfli kasallikki, hech qanaqangi belgilarsiz, hattoki og'riqlarsiz. Odamlarda buyragida o'sma bo'lishi mumkin, lekin hech qanday simptomlarsiz, ya'ni belgilarsiz bu narsa o'tadi va oxirgi holatda, ya'ni buyrakni olib tashlash holatiga kelganidagina o'zini namoyon qilishi mumkin. Bizning qabulimizga keladigan ko'p bemorlardan beriladigan savol, buyrak nimaga qurib qoladi, doktor? Akami yoki ukami yoki o'zimni buyragim nimaga qurib qoldi degan bizga ko'plab savollar berishadi. Buni qurib qolishiga sabab ko'plab bo'ladi. Asosan inson o'zini sog'ligiga bee'tiborligi, ya'ni har bitta inson 1 yil mobaynida hech bo'lmaganida bir marotaba barcha organlarda UZI tekshiruvini o'tkazish kerak. UZI tekshiruvi biz birlamchi diagnoz qo'yish, organda sog'lom holatdami yoki nosog'lom qanaqangidir o'zgarishlar bo'lyaptimi, yo'qmi shuni aniqlash uchun qilib beriladigan asosiy tekshiruvlardan biri. UZI qilinganda bemorlarda buyraklarida dimlanish, ya'ni buni gidronefoz deymiz tibbiyot terminida. Xo'p, shunaqa holatlar aniqlanadigan bo'lsa, albatta birinchi navbatda bemorning yana ham chuqurlashtirilgan tekshiruv, ya'ni MCKT, ya'ni kompyuterli tomografiya tekshiruvlari qilinadi va sababi aniqlanib, bemorga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Endi nimaga qurib qoladi degan savolga javobimiz shuki, albatta o'z vaqtida shu tekshiruvlar qilinmaganligi uchun qurib qoladi. Sabablardan biri, bemorlarda bizga yaqinda shunaqa holat bo'lgan tajribamizda 1 yil oldin bemorni buyragidan tosh ko'chganligini aniqlab, bemorga operativ davoni tavsiya qilganmiz, lekin bemor operatsiyadan qo'rqqan va 1 yil vaqt o'tkazgan og'riq qoldiruvchilar bilan, har xil antibiotiklar bilan, kerak bo'lsa har xil tabiblarga, ya'ni bu narsada ilmi yaxshi bo'lmagan, mutaxassisligini yaxshi o'rganmagan tabiblarda davolanib yurgan va natijada bemorimizning buyragi yiringlagan holatda, tana harorati 39-40 holatda bizga murojaat qilib keldi. Birinchi yordam sifatida bemorning buyragiga nefrostomik drenaj qo'ydik, bemorning holatini tikaladik. Va bemorning baxtiga yaxshiki, buyragi hali qurib qolmagan. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, 5 yil oldin yoki 10 yil oldin buyragimdan toshim ko'chgan, davolanganman, og'rig'im qolgan, ashi bo'yi yaxshi yuribman deb o'zini sog'ligiga bee'tibor holatda yuraveradi. Natijada sekin astalik bilan bemorning buyragi qurib qoladi. Demak, xulosa shuki, birinchi ko'p uchraydigan holatlardan biri tosh ko'chgandan keyin bunga bee'tibor holatda hayot tarzini davom ettirsa, bemorlarda buyragi bir necha yillardan keyin qurib qolishi mumkin. Bu ko'plab uchraydigan sabablardan biri. Yoki bo'lmasa yana bir holatlari, ba'zida bu holat tug'ma bo'ladi yoki orttirilgan yoki qanaqangidir operatsiyadan keyingi holat bo'ladi. Ya'ni buyragimizdan chiqqan siydik nayini qaysidir qismi, yuqori yoki o'rta yoki pastki qismlarida siydik naylarini torayishi bo'ladi. Natijada buyrakdan chiqayotgan siydik qovuqqacha, ya'ni siydik tufagigacha to'liq yetib kela olmaydi. Natijada buyraklarda dimlanish bo'ladi va mana shu dimlanish oxir oqibat buyraklarda qurib qolishigacha olib kelishi mumkin. Va ba'zida buyrakdagi kistalar ham buyrakni qurib qolishiga olib kelishi mumkin. Qanday qilib? Buyrakning aynan jomcha sohasiga yaqin joylashgan kistalar buyrakda siydik pasaji, ya'ni siydikni o'tishiga xalaqit beradi. Kistalar kattaylashgan sari natijada buyrakdan yana dimlanish bo'ladi va buyraklar qurishiga olib kelishi mumkin. Shu kabi holatlar barchasi buyrakning dimlanishi kelajakda buyragini qurib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Buni oldini olish uchun, buyragim qurib qolishini oldini olish uchun nima qilishim kerak degan savolga albatta hech bo'lmaganida 1 yilda bir marotaba UZI tekshiruvi albatta o'tkazilishi shart. Chet ellarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda tibbiy sug'urta bo'ladi, ya'ni страховка deb qo'yamiz. Shu narsalar o'z vaqtida bajariladi va bu narsalar chet el tajribalarida albatta bemorlarning buyragini qurib qolish holatlari juda ham kam. Bizda endi o'zbekchilik deb qo'yamizmi yoki bir sog'lig'iga bee'tiborlikmi, bunaqa holatlar bizga afsuski kasallik oxirgi darajasi, ya'ni buyragini olib tashlash holatigacha kutilib keyin murojaat qilinadi. Qachonki isitma bersa, qachonki juda kuchli og'riq bo'lsa, ana shundagina bizga murojaat qiladi va afsuski bu holatlarda o'sha vaqt o'tib ketgan, buyragini
hech qanaqangi saqlab qolish imkoni bo'lmaydi va buyrakni olib tashlashni majbur bo'lamiz. Albatta buyrakni olib tashlagandan keyin buyraklar jup organ, ya'ni bu ikkita bo'ladi. Insonda o'ng va chap buyraklar. Qaysidir bir buyrakni olib tashlaganimizdan keyin albatta ikkinchi buyragi bilan hayotini davom etkazishi mumkin bo'ladi. Faqat endi bu odam doimiy ravishda urolog, nefrolog nazoratida turish kerak, chunki atiga o'zi bir dona qolgan buyrakni vaqtida ehtiyotini qilmasa, bemorni hayotiga jiddiy xavf soladigan kasalliklarga olib kelib qo'yishligi mumkin. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bizni kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Xo'p, endi yana bir holatlardan biri ba'zida bemorlarda buyragi o'sma kasalligi bo'ladi. Lekin o'sma shunaqangi xavfli kasallikki, hech qanaqangi belgilarsiz, hattoki og'riqlarsiz, hech qanaqangi bir qon siyishlarsiz holatda oxirgi darajasiga yetgandagina o'zini namoyon qilishi mumkin. Ya'niki odamlarda buyragida o'sma bo'lishi mumkin, lekin hech qanday simptomlarsiz, ya'ni belgilarsiz bu narsa o'tadi va oxirgi holatda, ya'ni buyrakni olib tashlash holatiga kelganidagina o'zini namoyon qilishi mumkin. Va shuni ham oldini olish uchun albatta birinchi navbatda UZI hamda kompyuter tomografiya tekshiruvi o'tkazilishi shart. Mana shu tekshiruvlar o'tkazilganda agar bemorlarda buyragida o'sma aniqlansa va o'sma hali o'zini qilar ishini qilib qo'ymagan bo'lsa, ya'ni buyragini butun qismini qamrab olmagan, ya'ni hajmi kichkinaroq va buyrakni saqlab qolib faqatgina o'smani o'zini olish imkoni bo'ladigan holat bo'lsa, bizning klinikamizda shunaqangi parsial nefrektomiya deymiz, ya'ni buyrakda faqatgina o'smani o'zini olib, buyrakni saqlab qolish imkoniyatlari hozirgi zamonaviy tibbiyotda bu narsalarning imkoni bor. Bizning klinikamizda ham bunaqa kasalliklarda bir nechalab bunaqa amaliyotlarni bajarganmiz va bemorlarimiz hozir buyraklari sog'lom holatda mana hayot kechirib yurishibdi. Va yana bir holatlar borki, buyrakdagi toshlar doim ham og'riq bermasligi mumkin. Buyrakni jomcha qismiga, ya'ni lahanka deb qo'yamiz biz buni, shu qismiga o'tib, siydik naylariga o'tgandagina og'riq berishi mumkin. Ba'zi holatlar shunaqa bo'ladi. Bu holat, ya'ni buyrakning kosacha qismi deymiz, ya'ni buyrakning ichki qismida tosh joylashadi va sekin astalik bilan bemorlarga hech qanday bilinmas holatlar, ya'ni simptomlarsiz buyrakda kattalashib boradi va oxiri oqibat hech qanday belgisiz buyrakni quritib qo'yishgacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham yana baribir albatta 1 yilda bir marotaba UZI tekshiruvini o'tkazib turish shart. Undan tashqari doim e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsa peshob rangi, ya'ni siydigimizning rangiga e'tibor berishimiz kerak. Siydigimiz juda ham och rangda, ya'ni suv singari bo'lib, rangsiz holatda bo'lsa, bu juda ham ko'p miqdorda organizm suv iste'mol qilgan holatlarimizda bo'lishi mumkin. Yoki siydigimizning rangi ba'zida qizarib ketadigan bo'lsa, bu jiddiy kasallik bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysidir joyidan siydik ayrish sistemasini buyrakdan yoki siydik naylaridan yoki siydik pufagidan yoki prostata yoki siydik chiqaruv kanali qaysidir qismidan qon ketyapti deganning belgisi. Shuning uchun bu belgini qayerdan kelayotganligini aniqlash uchun albatta UZI hamda siydik analiz tahlillarini topshirilib, mana shundan keyin sizga aniq diagnoz qo'yib yordam berishimiz mumkin. Albatta qon siydizmi bu zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak degan signal. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi. Buni oldingi videolarimizda ham aytib o'tganmiz. Bemorlar qon siyadi, yana ko'proq suyuqlik ichsam yaxshi bo'lib qoladi degan o'ziga o'zi xotirjamlik beradi, suyuqlikni ko'proq ichadi va oxiri oqibat gematampanada mochovой puzur deymiz, ya'ni siydik pufagini qon laxtalari bilan to'lib qolishi holatigacha olib kelib, oxiri oqibat siya olmasdan keladi. Bu jiddiy holat, ya'ni qon juda ham ko'p miqdorda ketadigan bo'lsa, hattoki bemorlarga qon quyish bilan yakunlanishi mumkin bu jarayon. Shuning uchun albatta qon siyish holati yuzaga keldimi, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz shart. Endi yeb ichadigan oziq-ovqatlarimiz ham siydik ranglariga ta'sir qiladimi? Odatda yeb ichadigan narsalarimiz siydik ranglariga u darajada ta'sir qilmaydi, uni kimyoviy tarkibiga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni gazli, kola, fanta yoki shunga o'xshagan rangli ichimliklar ichadigan bo'lsak, siydigimizning tarkibida buni tarkibidagi shakarlar, buni tarkibidagi shu rangli moddalar siydigimizga unaqangi rang bermagan holatda ham miqdori ko'payib ketib, oxiri oqibat buyraklarda tosh hosil bo'lishi, siydik yo'llarining yallig'lanish holatlariga olib kelishi mumkin. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi, ota-onalar o'z farzandlarining sog'lig'iga bee'tibor bo'ladi, ya'ni albatta farzandini bir qator urolog hamda UZI tekshiruvlarini o'tkazish shart.
Chunki ba'zida bizga murojaat qilib keladi, bemorni ya'ni bolalarni olib kelganida bemor 10 yosh yoki 11 yosh atrofida bo'ladi. Bemorning buyraklarini jomcha qismida torayma, ya'ni struktura aniqlangan bo'ladi. Faqat buni endi kechroq biladi. Natijada shu vaqtgacha bemorlarning buyragi ayrimlarida saqlanib qoladi. Buyrakning parenxima qismi, ya'ni buyrak u darajada qurib qolmagan bo'ladi. Ba'zi bemorlarda buyrak shu vaqtgacha o'zi qurib bo'lgan bo'ladi. Natijada yosh turishiga qaramasdan bemorning buyragini olib tashlashgacha olib kelishi mumkin. Buni oldini olish uchun yana qaytarib aytamiz, UZI hamda urolog tekshiruvlaridan o'tkazilishi shart. Xo'p, endi undan tashqari farzandlaringizga yana bir tavsiyamiz, farzandingiz tug'ildimi, albatta yoki o'zingiz yoki urolog shifokoriga bir qator ko'rsatkizib qo'ying. Sababi kriptarxizm degan farzandingizni kelajakda bepusht bo'lib qolishligiga yoki ana shu tuxum o'zini moyagiga tushmaganligi sababidan kelajakda farzandingizda rak kasalligi rivojlanishiga sabab bo'luvchi kriptarxizm deb nomlanadigan kasallik bo'lishi mumkin. Ya'ni moyak xaltasiga tushmasdan chov sohasida yoki shu o'zini embrional rivojlanish davridagi sohada qolib ketib qolgan bo'lish ehtimoli bo'ladi. Buni operativ davo bilan davolab, tuxumlarni o'z vaqtida joyiga tushirib qo'yilmasa, kelajakda farzandingiz farzandsiz, ya'ni bepusht bo'lib qolishligi ehtimoli bor. Shu va shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosib qo'ying.